Audio Jungle. Assalomu alaykum. Mehridaryo ustozlar, qadrli mehmonlar va aziz o'quvchilar. Sizlarni davlatimiz mustaqilligining 34 yillik shodiyona bayrami hamda birinchi qo'ng'iroq bilan chin dildan tabriklaymiz. Здравствуйте, уважаемые гости 37-й школы. Сегодня мы с вами собрались на торжественную линейку в честь независимости Республики Узбекистан. Сегодня отмечается 34-я годовщина Республики Узбекистан. Hozir davramizga, maktabimizga ilk bor jajjigina qadamlarni qo'ygan birinchi sinf o'quvchilarimizni davramizga taklif qilamiz.
barkasi. Ta'rif tavsifingni yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Azizlar, davramizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Ismoil va Nargiza Mamatjonovnaga beramiz. Marhamat. Здравствуйте, уважаемые ученики, родители и учителя. День знаний – это праздник, который объединяет все поколение, всех, кто верит в силу образования и стремится к постоянному развитию. Сегодня мы вместе открываем новую страницу в истории нашей школы. Дорогие первоклассники, сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. Школа – это не просто место, где получают знания. Это второй дом, где формируется характер, где учатся в дружбе и взаимопонимании. Здесь каждый урок – это маленькое открытие. Каждая перемена – время для общения с друзьями. Не бойтесь задавать вопросы и совершать ошибки. Именно так и мы учимся. Учеников средних классов призываю активно участвовать в школьной жизни. Это время, когда вы можете попробовать себя в разных областях, найти свое призвание, развить таланты. Участвуйте в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. Все это поможет вам стать разносторонними личностями. Нашим выпускникам предстоит серьезный выбор. Но помните, какой бы путь вы ни выбрали, главное это по нему с честью и достоинством. Школьные знания станут надежной основой для любой профессии. Желаю всем вам успешного учебного года, полного интересных событий, новых знаний и ярких впечатлений. Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'quvchilarim, ustozlarim, aziz ota-onalarim, mehmonlar. Bugun 37-umumiy o'rta ta'lim maktabida bayram shodiyona.
Jonajon yangi O'zbekistonimizning 34 yilligini munosib kutib oldik. Hamda bugun biz yana orziqib kutgan bilimlar kuni. Bu qo'shaloq bayramni nishonlash arafasidamiz. Bugungi bayram tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Mustaqillikning 34 yilligiga bag'ishlangan bayram vatan uchun, millat uchun, xalq uchun shiori ostida o'tkaziladi. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Спасибо, моя дорогая. Hurmatli ota-onalar. O'tgan o'quv yilimizda 11-sinfni 20 nafar bitiruvchi o'quvchilarimiz maktabni bitirish tamomlashdi. Oliy ta'limga 16 ta o'quvchimiz dokument, hujjat topshirishdi. Shulardan 10 nafari davlat oliy ta'limlariga o'qishga kirishdi. Qarsaklar chalamiz. Bu o'quvchilarimiz yurtimizni eng nufuzli oliy ta'limlariga, ya'ni Diplomatiya universitetiga grant asosida, Iqtisodiyot universitetiga grant asosida, Toshmiga kontrakt asosida, Sharqshunoslik universitetiga bilardingiz, talabamiz, medalistka qizimiz Sharqshunoslik oliy ta'limiga o'qishga kirdi. Maktabni bitirgan o'quvchilarimiz oliy ta'limga kirish bo'yicha 50% ni tashkil etadi. Qarsak chalamiz. Bu bizning yutug'imiz. Bu yil esa maktabimizga jajji o'quvchilarimiz, ya'ni 1-sinflarimiz 65 ta 1-sinf o'quvchilarini qabul qildik. 1-A sinf, 1-B sinf hamda 1-B sinflarini qabul qildik. 10 nafari o'zbek sinf, 55 ta o'quvchilarimiz rus sinflariga qabul qilindi. Aziz jajji 1-sinf o'quvchilarim, maktabimizga xush kelibsiz. Kelajak, porloq kelajak sizga o'zini yorug' kunlarini ko'rsatadi. Xudo xolasa, har biringiz oliy a'lo baholarga o'qib, kelajakda siz ham vatanimiz uchun kerakli insonlar bo'lib, oliy ta'limga o'qishga kirib, judayam kasblarni, yaxshi kasblarni egallaysiz degan umiddaman. Sizlarga mana shunday mahoratli ustozlarimiz dars berishadi, ta'lim berishadi. Tarbiyali o'quvchilar bo'lib o'qiysiz degan umiddaman. Bugun maktabimizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan tanishtirasan. Tadbirimizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Toshkent viloyati hokimligi Zoir Mirzayev vakili, ichki audit xizmati bosh mutaxassisi Bahodirov Laziz Shokirovich. Rahmat. Abdukarim Yo'lbarisov mahalla fuqarolar yig'ini raisi Niyazaliyev Husan Niyazaliyevich. Abdukarim Yo'lbarisov mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faoli Tursunbayeva Dilbar G'afurjonovna. Xush kelibsizlar. Сегодня мы отмечаем 34-ю годовщину независимости Республики Узбекистан. Мы не можем не вспомнить о первом президенте независимого Узбекистана Исламе Каримове. Вся жизнь Ислама Карима Абдуганиевича – яркий пример любви к родине, патриотизма. А что значит слова «патриот», патриотизм? Вам попробую объяснить стихами любимого всеми поэта Хамида Алимджана. То край, где золото растет в полях, где гладит зиму ветерок весенний, то край, где солнце, только отпылав, готово снова справить новоселье, где правит всеми сил и счастья сплав. Сложили мы прекраснейший дастан, он взял напев из музыки грядущей, ритм из труда, из сердца мощь достал.
хоть целиком не спеть его устам, но весь как есть вошел он в наши души. Его название Узбекистан. Bo'lar elning bolasi o'zi ma'lum bergaydir. 100 ming o'smir dasturchi ilmi ulum bergaydir. Menday 100 ming shoirga bari ta'lim bergaydir. Zamonangdan aylanay, jiddu jahding bor bo'lsin, yangi O'zbekistonga omad doim yor bo'lsin. Garvardda o'qiysanmi yoki Kembridjdami, yaqindagi xorijdami yo Iroq xorijdami, sayru gashtlar aylasang Parij yo Forishdami, qayda bo'lsang ham ilming elingga darkor bo'lsin, yangi O'zbekistonga omad doim yor bo'lsin. Hozirgi navbatimizni 2A sinf o'quvchisi Bagdan va Fotimani davramizga taklif etamiz. Ular ijrosida raqs. Marhamat. yil 31-avgustda o'zining mustaqil davlat ekanligini e'lon qildi va 1-sentyabr O'zbekiston Respublikasining mustaqillik kuni deb e'tirof etildi. O'tgan 34 yil davomida yurt ravnaqi, xalq farovonligi yo'lida asrga teng tarixiy ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz rahbarligida mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli o'quvchi yoshlar har jabhada, xususan
sport musobaqalarida, fan olimpiadalarida, musiqa va san'at tanlovlarida sovrinli o'rinlarni egallamoqdalar. Ular o'zlari istagan oliygohlarning talabalariga aylanishmoqda. Bunday imkoniyatlarning barchasiga mustaqillik sabab erishib kelmoqdamiz. Birgina o'tgan o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarini 451 ming bitiruvchi bitirgan bo'lsa, shundan 115 ming nafardan ortig'i davlat oliy ta'lim muassasalarida talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Yana bitta yorqin misol. Joriy yil barcha xalqaro olimpiadalarda terma jamoamiz tarixdagi eng yaxshi natijalarga erishdi. Xususan 57 xalqaro kimyo olimpiadasida 2 oltin va 2 kumush medal bilan 90 ta davlat orasida 8-o'rin, O'rta Osiyoda 1-o'rin. 66 xalqaro matematika olimpiadasida esa 4 ta kumush va 1 bronza medal bilan 115 ta davlat orasida 27-o'rinni egalladi. Xalqaro olimpiadalarda maktab o'quvchilari tomonidan so'nggi 7 yilda 541 ta, shundan 72 ta oltin, 182 ta kumush, 287 ta bronza medal qo'lga kiritildi. Bundan tashqari, sportga berilgan imkoniyatlar natijasida futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor 2026-yilda AQSh, Kanada, Meksika maydonlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionatini yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi bizda savol tug'iladi. Har birimiz yangi O'zbekistonning yangi kelajagini yaratishga o'z hissamizni qo'shamizmi? Aziz o'quvchilar, yoshlar, sizlardan ham yurt kelajagi, vatan ravnaqi uchun o'z hissangizni qo'shishingizdan umid qilib qolamiz. Hozirgi navbatni 1-sinf o'quvchilariga beramiz. Ular ijrosida she'rlarga marhamat. Maktabimga boraman, hadaflarni yozaman, o'qituvchim mehribon, haddasini tinglayman. У меня сегодня праздник, не руби. Позади остался я сидеть. Пивало мучитель я, потому что первый классник называют все меня. Скоро в школу я хочу, на крылья я туда лечу и я упаду. На долине это мой Узбекистан, хлопок светом левелиным, это мой Узбекистан. Самарканд мне часто снится, это мой
Позади остался я сади и замуни день. Скоро первой осенки не получаю измены. Родная одна, она родная моя, ее нельзя купить, ее нельзя продать. В ней жить и умирай, и снова воскресать. Школа сами души друг, второй наши друг накрой. Здесь постигаем грустно, вот моя дружная семья. У меня сегодня праздник, не бывало лучше дня, потому что первоклассники называют лучше всех. Я сегодня первый раз опираюсь в первый класс, постараюсь во всем и учу быть учеником. Я надеюсь, что высокие понятия патриотизм, независимость, труд, долг, обязанности не останутся для вас просто словами. Ведь для народа Узбекистана эти обязанности, эти моральные ценности давно стали важными. В заключении нашего торжества прозвучат слова знаменитого узбекского поэта Гафура Гуляма, который перевел не менее знаменитый русский поэт Константин Симонов. Когда вы будете в Узбекистане, то как бы вы с дороги не устали, я знаю, каждый звать вас в гости станет, радушным, не лживыми устами. Но в первый дом входите в мой, друзья. И так устами старого поэта я вас зову, прошу, запомните это. Пусть издали, пусть даже с края света, хотите осенью, а не бойтесь летом, к нам приезжайте погостить, друзья. Aziz o'quvchilarim, yana maktabimizni yutug'i, bilasiz, chempionimiz bor. Erkin kurash sport turi bo'yicha 2012-2016 yillarda tug'ilgan o'smirlar, kichik o'smirlar va bolalar o'rtasida Zangio'ta tumani Inson sport maktabida ochiq chempionatida 26 kilolik o'quvchimiz birinchi o'rinni egalladi. Furqatov Botirxon. Pog'lobаем, ребята. Chempionatda jahon chempioni bo'ladi, xudo xolisa bu o'g'limiz. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, bilasiz, har yili birinchi sinfga tashrif buyurgan birinchi sinf o'quvchilarini prezident sovg'asi bilan taqdirlaydilar. Hozir o'quvchilarimizni, birinchi sinf o'quvchilarimizni prezident sovg'asi bilan taqdirlaymiz. Marhamat. Birinchi B sinf o'quvchilari Ismoilni olib keling. Tabriklaymiz. Prezident sovg'asi bilan taqdirlaymiz birinchi sinf o'quvchilarini.
mustaqillik darsiga chorlab qolamiz. Aziz o'quvchilar, sizlarga yangi o'quv yilini a'lo baholar bilan o'qishingizni, yangi O'zbekiston kelajagining munosib bunyodkorlari bo'lib yetishingizni tilab qolamiz. Hozir birinchi qo'ng'iroqni chalish uchun davramizga 11-sinfdan 3 nafar yigitlarimiz, eng faol, odobli, mas'uliyatli yigitlarimizni taklif qilamiz hamda Pervi B klassdan Atanazar va Osiyo, Pervi A klassdan birinchi B sinfdan ham o'quvchilarni taklif qilamiz birinchi qo'ng'iroqni chalish uchun. Doningni ushlab olasan, buni ko'tarib olasan. Ikkita bor bo'l. Bolani ko'tarib qizni yetaklab ol. nihoyasiga yetdi. Barchani sinflariga taklif qilib qolamiz sinf rahbarlari boshchiligida. Hurmatli mehmonlarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz maktab ma'muriyati tomonidan. E'tiboringlar uchun rahmat. Mustaqillik darsimiz boshlandi. Ko'tarib olinglar. Oldiga o'tay. Raqani ber.
Audio Jungle.